Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün düşənbə. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Dünya Uyg'ur qurultayı rəhbərlik qatlamida qisman o'zgartish ilib berildi. 4 avgust yakshanba Dünya Uyg'ur qurultayı 8 navbatlik vakillar qurultayiga saylangan yangi vakillarning tunji navbatlik to'r yig'ini ichildi. Yig'inga 170 ga yaqin kishi qatnashdi. Yig'inda Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandim yangi vakillarni qizg'in tabrikladi hamda vakillik vazifasini oxirlashtirgan 7 navbatlik qurultay vakillariga rahmatini bildirdi. Dolqin Isa apandim yig'inda Dünya Uyg'ur qurultayining oldingi yilda ishlagan muhim xizmatlari va qo'lga keltirgan natijalar haqida qisqacha doklad berib o'tdi. Shuningdek, 3 yil davomida Dünya Uyg'ur qurultayida vatan millat uchun jon fidolik bilan xizmat qilgan barcha fidokorlarga cho'nqur minnatdorligini izhor qildi. Dolqin Isa apandim yig'in oxirida o'zining Dünya Uyg'ur qurultayining raislik vazifasidan vaqtliq chekinib turishni qaror qilganligini jakarladi hamda bundoq favqulodda bir qarorni olishining sababini tushuntirib, buningdan bir qancha oy ilgari o'zi haqida o'tirg'i chiqqan matbuot xabari va ijtimoiy taratqularda bo'lingan bu vaqtdagi talash tortishdan keyin Dünya Uyg'ur qurultayi bu masalaning to'g'ri va odil yoritilishi uchun bu sohadagi salohiyatlik betaraf tekshirish xodimlari bilan aloqalashganligi, navbatda ularning mustaqil tekshirishni boshlaganligi, o'zining tekshirish oxirlashquchi bo'lgan muddatda raislik vazifasidan chekinib tursa, ushbu mustaqil tekshirish xizmatiga texmi qulaylik yaratiladi va tekshirish natijasining yanada ishonchli bo'lishiga kapolat qilg'ili bo'ladi deb qarg'anlik uchun ushbu qarorni chiqarganligini bayon qildi. Dolqin Isa apandim yana yig'inga qatnashgan Dünya Uyg'ur qurultayining rahbarlari va barliq vakillardan uning bu qaroriga hurmat qilishini va uni e'tirozsiz qabul qilishni iltimos qildi. Yig'in qatnashchilari fikr bayon qilib, Dolqin Isa apandimning vatan millat uchun yillardan beri qilib kelgan behisob fidokorligi va milliy da'vo ishlarimizga qo'shgan töhfalarga yuqori baholarni berishdi. Shuningdek, mustaqil tekshirish xizmati oxirlashgandan keyin Dolqin Isa apandining o'z vazifasiga darhol qaytib kelishini umid qilganliklarini bildirishdi. Vakillar yig'ini oxirlashgandan keyin Dünya Uyg'ur qurultayi raisligi jiddiy to'r yig'ini ichib, Dünya Uyg'ur qurultayi nizomnomasidagi aloqador moddalarga asosan qurultayning birinchi muavin raisi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramni Dolqin Isa apandimning o'rniga muvaqqat raislikka tayinlashni qaror qildi. Shuningdek, mustaqil tekshirish xizmati oxirlashgandan keyin Dünya Uyg'ur qurultayi raisligi shu chog'dagi vaziyatga qarab bu haqda yana yangi qaror qabul qilishga kelishdi. Tövəndə bu haqdagi yanada tafsiliy izohatni Dolqin Isa apandimning o'z og'zidan anglaysizlar. Assalamu alaykum aziz vatandaşlarım. Cümleden yıllardan buyon Dünya Uyg'ur qurultayini maddi ve manevi fikri jihatdan qo'llab kelgan aziz yurtdoshlarım. Hammanglarga ma'lum bo'lganidek, Dünya Uyg'ur qurultayining 8 navbatlik vakillar qurultayiga vakil saylash programmasi plan bo'yicha 7 ayning 27-28 kunlari nurgulgan devletlerde sandık koyup demokratik bir şekilde özünün 170'den artık vekilini saylap çıktı. Ondan keyin 8. ayının 4. günüsü, yaşayan günüsü bu Dünya Kurultayı'nın yeni vekillerinin tor yığını ötküzüldü. Bu tor yığında ötken 3 yılda Dünya Kurultayı'nın xalqarada qo'lga keltirgan neticeler hakkında yeni vekillerimizge malumatlar verildi. Dünya Kurultayı vekillerinin hukuk mecburiyetleri tanıştırıldı. Ve bunun dinkin yapıldığın ceryan hakkında malumat verildi. Emdeki baskoş Dünya Kurultayı'nın 8. nöbetlik vekiller kurultayıga da kurultay reisliğinden her kayısı komutanlarıcı boğan saylamda yüzüne namazatlık köstüş ceryanı başlandı. Ben tönögün ki bu vekiller yığınıda dokladlarını belgenden keyin üzemden bir şahsi kararını kurultay vekilleri bilen ortaklaşıp üzemden şahsi bir kararını verdim. Bu kararım Dünya Kurultayı'nın reislik vazifesinden vaktince toxtaş. Bunun sebebi şu, haberdar boğununla dek 5. ayda oturgu çıkan bir matbuat haberi ve sosyal medyalarda yüz bergen talaş tartışlarda benim ismim onun merkezi noktasında boğallık için nurulluğun talaş tartışlara sebep oldu. Şunun bilen Dünya Uyg'ur qurultayi müstakil bir tekşürüş başlatışını karar kılıp bu tekşürüş başlatıldı.
Onun aldıda Dünya Uyg'ur Qurultayı İcrai Komiteti 5. ayın 18. günüsü toplanıp mening vazifamning davom qilinish qilmasligi haqida muzokara olib berib, mutlaq ko'p ovoz bilan vazifamning davom qilinishi qarori chiqqan. 5. ayın 24. günüsü Dünya Uyg'ur Qurultayı o'zining vakillar bilan to'r yig'in chaqirib 152 vakilning qatnashishi bilan yana bu bir masalani muzokaraga ochdik ve mutlaq ko'p qism 88% vakilning vazifamni davom qilish haqida qaror berishi bilan men vazifamni davom qilgan. Ama ben oyladım, müstakil bir tekşürüş ötken hafta başlandı. Kurultay vekilleri, yeni vekiller sayılıp çıkıldı. Hem de yeni rehberlikке yüzünü göz jaryanı başlandı. Bunda bir şaraitin üzerinde ben müstakil tekşürüşün bir neticesi çıkınca bu tekşürüşün tarafsız ve müstakil şekilde elip verilişi çıkış noktası kıtırıp üzerinin Dünya Kurultayı'daki reislik vazifamni to'ng'itishga qaror berdim. Hozirgacha meni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan, fikriy jihatdan qo'llab kelgan, Dünya Qurultayıga ko'ngil bo'lgan bütün sabdoshlarimga rahmat aytaman. Bütün talash-tortishlarni bitirib qarab qo'yib, emdiki diqqatimizning markaziy nuqtasini 8. navbatlik Dünya Qurultayıning vakillar qurultayini muvaffaqiyatli o'tkazish uchun bütün vatandoshlarni diqqatimizni mushunga berishga chaqiraman. Hammanglarga ko'p rahmat. Dünya Uyg'ur Qurultayı vekillerining tashkiliy nizomi e'lon qilindi. 4 avgust ichilgan 8 Qurultay vekillerining tunji to'r yig'inida Dünya Uyg'ur Qurultayıning tashkil ishlarga mas'ul muavin raisi Farhat Yo'rinqash apandim Dünya Uyg'ur Qurultayı vekillerining tashkiliy nizomini o'qib o'tdi. Jami 17 moddadan tarkib topgan ushbu tashkiliy nizomda Dünya Uyg'ur Qurultayı vekili bo'lib saylangan har bir vekilning vekil bo'lib turgan muddatda o'tashga tegishli vazifa majburiyatlari, rioya qilishga tegishli qoida prinsiplar, shuningdek diqqat qilish kerak bo'lgan bir qator ishlar tafsili o'ttirib qo'yilgan. Tarixida yana 8 Qurultayda ilib berildigan Dünya Uyg'ur Qurultayı rahbarlik saylimiga o'zini nomzodlik ko'rsatish haqida ma'lumotlar berildi. 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı tayyorlik komiteti nomzodlik komissiyasining mas'uli Samet Abla apandim bu haqda stansimizning ziyoratini qabul qilib, bu qatim vakillik salohiyatiga erishgan barliq vakillarning o'zini Dünya Uyg'ur Qurultayı rahbarlik heyetiga nomzodlik ko'rsatish salohiyati bor bo'lib, nomzodlik shartiga uyg'un keladigan har qanday bir vakil o'zini Dünya Uyg'ur Qurultayıning xohlagan bir rahbarlik vazifasiga nomzod qilib ko'rsatsa bo'lganligini aytdi. Bugundan e'tiboran nomzodlik xizmatiga doir munosabat uchur ma'lumotlar Dünya Uyg'ur Qurultayıning to'r televiziyasi, to'r beti va 8 navbatlik Qurultay vakillarining to'pida e'lon qilindi ekan. Samet Abla apandim yana ta'kidlab, nomzodlik ko'rsatish muddati 10 avgust boshlanib 10 sentabr oxirlashadiganligini, bu muddatdan keyin yo'llangan nomzodlik iltimosining inovatsiz bo'lganligini bildirdi. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kundalik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduk. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh.